Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Bugun Xorazmbeklar Xorazmda yoshi katta, yoshi kichik, hamma ko'z yumib turgan achchiq haqiqatni aytadi sizlarga. Bugun 2026-yil 21-yanvar azonki soat 10:00. Ushbu postimiz kechki 21:00larda qo'yiladi. Bu vaqtda men to'g'risi tushunatilaydi, O'zbekistondan chiqib ketgan bo'laman. Viza, karta, hamma narsalarimiz tayyor. Bu narsani ashitdan oldi Xorazmbeklar jamoasindagi bu videoga Beksatni ya Jamshidni video olib yurgan bolalar umuman aloqasi yo'q. Hamma mas'uliyat o'zimni bo'ynimga olgan holda shu haqiqatni aytaman. Bu gapni aytishimiz sabab ushbu videodan keyin ba'zi bir ko'shtirnoq ichindagi odamlar navdida qarshiligi, albatta ularni bosimi tuzatilinadi deb o'ylayman. Bu 100%. Ushbu video oldingizdan chiqdimi, sirazi danışlara maksimalni yuvarishni so'rab qolaman. Iloji boricha Telegram botlar orqali videoni saqlanib turing, chunki Instagram